Buxoro hayrat va mo'jizalar makoni. Asrlar davomida tarixning turli sinovlardan o'tgan bu shahar va unda qad rostlagan qadimiy obidalar, osori atiqalar, yodgorliklar hammani o'ziga maftun etadi. Buyuk o'tmishdan bugungi avlodlarga meros bo'lib qolgan shunday obidalardan biri Masjidi Kalondir. Bu masjid 4 burchakli sahnga ega. Uning keng hovlisi atrofini gumbazli ayvon o'rab turadi. Yaxlit ko'rinishdagi masjid binosining 208 ustunga tayangan 288 gumbazchasi bor. O'ziga xos mahobatli ko'rinishga ega ustunlarga keyinchalik murabba tarhli poyustunlar o'rnatilgani uni yanada salobatli va ko'rkam qilib ko'rsatadi. Hovlining 4 tomoni markazida naqshinkor peshtoqlar bor. Sharqdagi tashqi tomonga qaragan ulkan peshtoq mahobati va muhtasham bezagi bilan alohida ajralib turadi. Ushbu peshtoq milliy an'ana va urfga ko'ra bezatilgan turli naqshlar nafisligi, ranglarning o'zgacha jilosi insonni hayratga soladi. Masjidi Kalonning bosh fasadi xuddi kun chiqishini kutayotgandek sharq tomonga qaragan. Turfa mozaika bilan pardozlangan masjid peshtoqi biroz balandda joylashgan. Peshtoqqa an'anaga muvofiq oyatlar, milliy naqshlar, nafis va go'zal bezaklar bilan ishlov berilgan. Ranglar mintaqaga mos va mukammal tanlangan. Masjid hovlisiga bir necha pog'onali zinadan kiriladi. Hovlining ichki tarafida ikkita moviy gumbaz joylashgan. Masjidi Kalon 1514-yil qurilgan. Masjid Kalonda bir paytni o'zida 10 mingdan ziyod odam namozini ado etishadi. Masjidi Kalonda yana 288 ta gumbazchadan iborat. Bu gumbazcha nima vazifasini bajaradi deyilsa, bu gumbazchalar havoni almashtirish vazifasini bajaradi. 4 ta peshtoqdan iborat. Masjidimiz Movarun Nahrda zamonasida eng katta masjid hisoblangan. Buxoroi sharifda qadimiy obidalar benihoya ko'p. Har biri o'zgacha. Ular orasida barchaning diqqatini o'ziga tortgan Poyi Kalon majmuasining o'rni bo'lak. Bu majmuaga qadam qo'ygan kishi mahobatli Minorai Kalonga ro'baro keladi. Minorai Kalon shu turdagi qadimiy inshootlar orasida alohida o'rin tutadi. Shakllarning o'zaro monandligi va mutanosibligi, me'moriy uyg'unlik, ajoyib ko'rk va mahobatlilik Minorai Kalonga chinakam go'zallik bag'ishlaydi. Minoraga yuzlansangiz, o'ng tomonida Masjidi Kalon, chap yonida Mir Arab madrasasi joylashganida ham o'ziga xos mazmun mohiyat mujassam. Masjidi Kalon o'z nomiga monand Buxoroning eng katta masjidlaridandir. Bu maskan Movaroun Nahr hududidagi ilk masjid sifatida tarix sahifalarida qayd etilgani ham uning ulug'vor obida ekanidan dalolat beradi. Muhaddislar sultoni, islom olamiga eng sahih hadislar to'plamini tuhfa etgan Imom Buxoriy hazratlarining bu masjidda dars berganliklari ham uning tarixiy ahamiyatini yanada oshirgani shubhasizdir. Bu majmua asrlar davomida ilm maskani va masjid vazifasini bajarish barobarida yetim yesir, darveshlar va musofirlar uchun boshpana bo'lib ham xizmat qilgan.